Bismillahirrahmanirrahim. يظهر السر سر فاش bo'ladi. وفي اليوم الثاني يرى موسى ذلك الإسرائيلي في قتال وخصام مع قبطي آخر. Ikkinchi kuni Musa anavi Isroillikni boshqa qibti bilan birga urushda va tortishuvda ko'radi. وما استحيا الإسرائيلي بل صرخ ونادى موسى لنصرته. Va Isroillik uyalmadi, balki qichqirdi va Musoni o'z yordamiga chaqirdi. قال موسى إنك رجل وقح ألا تزال في قتال وجدال مع الناس ولا تزال تصرخ وتناديني. Musa aytdiki, sen bezbet kishi ekansan. Insonlar bilan birga urushda va tortishuvda davom etasan va qichqirib meni chaqirishlikda ham davom etasanmi dedi. Ala azalu ansuruka va usaiduka. Senga yordam berishlikda ham davom etamanmi? Ansuruka ikkalasi ham usaiduka yordam berish, ko'maklashuv ma'nosida. Senga yordam berishlikda va ko'maklashda davom etamanmi? Innaka laghawiy mubin, albatta sen ochiq gumrohdirsan. ولكن أراد موسى أن يؤدب القبطي قليلا وتقدم إليهما. Lekin Musa Qibtiga biroz odob berishlikni xohladi va ularning oldiga yaqinlashdi. ورأى الإسرائيلي غضب موسى وسمع ملامه. Va Isroillik Musoni g'azabini ko'rdi va uni malomatini ham eshitdi. وخاف أن يضربه موسى فتكون القاضية. Va Musa mana shu Isroillikni urishligidan va mana shu urushligi hal qiluvchi bo'lishligidan qo'rqdi. Xuddinki Musa oldin Qibtini urib hal qiluvchi bo'lganidek. Qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams? Ey Musa, va aytdiki, ey Musa, kecha bir jonni o'ldirganingdek meni ham o'ldirishni xohlaysanmi? In turidu illa an takuna jabbaron fil ardi. Sen yerda zolim bo'lishlikni xohlaysan. وما تريد أن تكون من المصلحين. balki isloh qiluvchilardan bo'lishni xohlamaysan dedi. هنالك عرف القبطي أن موسى هو قاتل أمس. Mana bu yerda Qibti Musa kechagi qotil ekanligini bildi. وذهب القبطي وأخبر الشرطة بأن موسى هو القاتل. Va Qibti bordi va askarlarga Musa ana shu qotil ekanligini xabar berdi. ووصل الخبر إلى فرعون فغضب وقال أذلك الفتى ربيب القصر ورضيع الملك. وخبر فرعونga yetdi va g'azab qildi va aytdiki, qasrni tarbiyachisi, ya'ni qasrda tarbiya ko'rib ulg'aygan yigitmi dedi. ورضيع الملك va podshohlikni radi' bu ham o'sha emizikdosh degan ma'nosida va yana o'shani qo'lida tarbiya ko'rib o'sgan degan. Ya'ni bu Robbi bilan Rodi'ni bir ma'noda qilib chiqarib aytamizki, qasrni va podshohda tarbiya ko'rib ulg'aygan bu yigitmi dedi. Walakin Alloh arada an yanjuwa Musa min sharri fir'auna va shurtatihi. Lekin Alloh taolo Musa Fir'aunni va uning askarlarini yomonligidan najot topishligini xohladi. إن موسى لم يقصد أن يقتل القبطية بل ضربه ضربة كانت القاضية. Lekin albatta Musa Qibtini o'ldirishlikni qasd qilmagan edi. Balki uni bir urgan edi, kanatil qodiya va mana shu urishlik hal qiluvchi bo'lgan edi. ولكن فرعون وشرطته لا يسلمون ذلك ولا يقبلون لموسى عذرا. Lekin Fir'aun va uning askarlari bunga taslim bo'lmas edi va Musoga bironta uzrni qabul qilmas edi. إن الله قد قدر أن يذهب ملك فرعون على يد موسى. Albatta Alloh taolo Fir'aunning mulki Musoni qo'lida ketishligini taqdir qilgan edi. إن الله قد قدر أن يكون خلاص بني إسرائيل على يد موسى. Albatta Alloh taolo Bani Isroilni qutulishi Musoni qo'lida bo'lishligini taqdir qilgan edi. إن الله قد قدر أن يخرج موسى الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. Albatta Alloh taolo shu narsani taqdir qilgan ediki, Musa insonlarni bandani ibodatlardan Alloh taoloning ibodatiga chiqarishligini Alloh taolo taqdir qilgan edi. وكيف يكون ذلك إذا وصلت إليه يد الشرطة والظالمين. Agar askarlar, zolim askarlarning qo'li Musoga yetadigan bo'lsa, bu qanday bo'ladi?
وكان رجال فرعون ووزراؤه يتشاورون ويعزمون على قتل موسى. وفرعون kishilari va vazirlari maslahatlashib Musoni o'ldirishga azm qaror qilgan edilar. وكان رجل يسمع كل ذلك ويعرفه فجاء إلى موسى وأخبره بالخبر وقال فاخرج إني لك من الناصحين. Va mana shularni barchasini eshitgan va Musoni taniydigan bir kishi bor edi. Va Musoni oldiga keldi va unga xabar qildi. Va aytdiki fakhruj inni laka minan nasihin. Aytdiki chiqqin, albatta men senga nasihatgo'ylardanman. Fakharaja minha khaifa yataraqab. Va mana shu shahardan qo'rquvga tushib nima dedi? Yataraqab atroflarga qaragan holatda chiqdi. Qala robbi najini minal qawmiz zolimin. Aytdiki ey Robbim, o'zing zolim qavmlardan menga panoh bergin dedi.